mayli. Tushunaman, xotiningga buni aytolmaysan. Xotiningga hammasini o'zim tushuntiraman. Opa, shu gaplarni aytish uchun chaqirtiruvmidingiz? Ha, Men ketdim. to'xta, Bahodir. Bahodir aka, Ha. opajon to'g'ri aytyaptilar. Gapirma menga opajoningni, tushunyapsanmi? Gapirma umuman. Nima qilasan? Umuman gaplashma opam bilan. Anograni nima qilasan, Muhammad? Asla. Men seni sevaman, seni yaxshi ko'raman, tushunyapsanmi? Menga yuraging urib tursin bo'ldi. Ko'zing ko'rib tursa bo'ldi, seni ovozingni eshitib tursam bo'ldi. Menga boshqa hech nima kerak emas. Yonimda bo'l. Men shunga ajrashgan deyishyapti. Hmm. Sen yoring yaxshi ko'rasanmi?